Qiz farzandi bor erkaklar, meni diqqat bilan eshiting. Bu jamiyatimizda kundan kunga fohisha ko'payyapti. Ko'rinar ko'rinmas shunoslar ko'payyapti, isqirtlar ko'payyapti. Ertalab o'lib qolsa, kechgacha chirib ketadigan jasadini ko'z qilib, obunachi yig'alayotgan shimildiriqlar ko'paymoqda. Bunday holatda siz qiz farzandingizni faqatgina bitta yo'l bilan axloqini saqlab qolasiz. Voyaga yetguncha mutlaqo telefon bermaslik. Mutlaqo telefon bermaslik. O'sha isqirtlarni bitta video reelsini ko'rsa, tamom. Mafkurasiga virus kiradi. Miyasiga virus kiradi. Tamom. Shu kecha kunduzda dahshatli tarzda juda ko'plab qizlar mana shu virusga mubtalo bo'lgan. Hazillashmayapman. Mutlaqo qizingizga telefon bermang. Mutlaqo.